Assalomu alaykum, BMW bozor rus kanalining kuzatuvchilari. Bugun sotuvimizda 10.700 dollarga BMW 46 mashinasi, restyling 2004-yil. Hop, mashinamizdan ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, N42 2 litr mexanika korobka bilan jihozlangan. Mashinamiz ana optikalarni yaqinda to'g'irlatib qo'ygan ekanlar. Qarashini qaranglar, derskiligini. Hop. Mashinamiz ana rangi temный siniy rangda. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan mashinamiz. Lyuksiz variant. Salon qismini ko'rsataman sizlarga. Bu motor ekonomik motor hisoblanadi. Hop, egalarining aytishlari bo'yicha o'zi mashinamiz avtomat bo'lgan. Mexanika korobka alishtirgan paytlari tablo ham alishgan. Hozir tablodagi probeg 378 ming. O'zi zavoddan 150 ming yurgan dedilar egalari. iPhone'ning MT rullari. Sidenalar ko'rishingiz mumkin. Kataloglar qoraytirilgan. Salon qismi juda ham odamga приятный ekan. Hop, mashinamizdan kraskasiga keladigan bo'lsak, egalari faqat kapotda kraskasi bor dedilar. 95% родной kraskada ekan mashinamizni. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar.